Hello everyone, yaxshimisiz ko'pchilik. Kinoda ingliz tilini yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 25-qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda biz The Croods degan qo'shaqda ingliz tilini o'rganamiz. The Croods degan Crood ailasi bo'ldi. Ingliz tilida odatda tegat yoki familiyaning keyiniga as ketish orqali shu ailni ko'rsatadi. Masalan, Obama ailasi demoqchi bo'lsa, The Obamas deydi. Clinton ailasi bo'lsa, The Clintons deydi. Yoki The Clinton family desam bo'ldi. The Crood family desam bo'ldi. Ammo men yerdan dedim The Croods. Crood ailasi demoqchi. Bundan bu yerga cho'g'an tunji so'zga ekran qaraylik. Way to go! Take it to the cave! Yamranlar. Way to go! Take it to the cave! Way to go. Way to go. Way degan yo'l shunaqa. To go, boradigan yo'l deb degan gapning ma'nosi yaraysan degan gap. Birisini yaraysan demoqchi bo'lsin deymiz. Way to go deymiz. Buningga jumla tuzmasam, nice job guys, way to go. Nice job guys, way to go. Yaxshi qilinglar, birodarlar, qanday? Yaraysizlar demoqchi. Way to go. That was a great lecture. Way to go. That was a great lecture. Way to go. Bak qaltislik siya bo'ldi. Yaraysiz. Way to go. Way to go ning ma'nosi qanday? Yaraysan demoqchi. Unda esa o'rganmoqchi bo'lgan keyingi so'z birikmasiga ekran qaraylik. Okay, smart guy. Now what? Yamranlar. Okay, smart guy. Now what? Now what? Now what? Endi nima ish qilamiz demoqchi. Yoki endi nima ish qilma. Now what? Odatda ma'lum bir ishni sinab baqqan bo'lsanglar, shu ish qarqamagan bo'lsa, keyingi qadamning nimaligini bilmaydim deb so'raymiz. Now what? Buning jumlasi basam, Kate tried each of the keys, but none of them fit. Now what? She thought. Kate tried each of the keys, but none of them fit. Now what? She thought. Kate her bir ochiqishni sinab baqdi. But none of them fit. Hech qaysi patmadi dedi. Ochiqishi qulubqa. Endi qanday qilaman? Endi qanday qilaman demoqda. Shu vaqtda deymiz now what? Endi qanday qilamiz? Endi qanday qilaman? She thought. Buni bir jumla tuzmasam, I read what you asked me to do. I read what you asked me to do. Now what? I read what you asked me to do. Now what? Men sen degan ishni qildim, endi-chu, endi nima ish qilmayman demoqchi. Endi demoqchi o'g'ni bir ishni qil degan bo'lsa, qilibdi. Mayli ish qilib mag'lub bo'lsin yoki qanday bo'lsin, qilibdi shu ishni, endi-chu demoqchi. Now what? Yoki ba'zi bir jumla shakli bor. Men mana shuni qilaylikmi deyli. Andin-chu demoqchi o'g'i. Andin-chu degani then what? Then what? Undan bu yerga demoqchi o'g'an eng oxirgi söz birikmasiga ekran qaranglar. Hold on! Yamranlar. Hold on! Hold on. Hold on. Bu intayin qo'llanchalik ko'p so'z birikmasining birisi. Buning ikki xil ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi to'xtab tur deydi. Masalan, telefonda qanday? To'xtab turing degan nima deydi? Please hold on. Hold on a moment. Saqlab tur demoqchi. Wait bilan o'xshash, saqlab tur. Hold on. Ko'p ishlatadi buni. Hold. Yoki bo'lmasa, idiom shaklda hold your horses deb qo'ydi. Otni horse deydi-ku. Itani to'xtab tur demoqchi. U to'xtab tur degan gap endi bir idiom. Hold on. İkinci ma'nosi yana bu kinodagi ma'nosi qanday? Bardashlik bermak. Bardashlik bermak degan gap. Shu ishni davomlashtirmoq, bardashlik bermak demoqchi. Buning jumla tuzmasam, we just had to hold on until help arrived. We just had to hold on until help arrived. Biz yordam kelguncha bardashlik qilmasa bo'lmaydi dedi. O'tgan zaman had to. Manda qilmasa bo'lmaydi demoqchi. Masalan, Titanic degan kinoni ko'rgan bo'lsanglar, yordamga kelguncha qanday? Endi so'z tutumsa bo'lmaydi demoqchi, shunaqa. We just had to hold on until help arrived.
Yani bir cümle tüzbesem. The soldiers held on to the bridge. The soldiers held on to the bridge for 3 more days. The soldiers held on to the bridge for 3 more days. Askerler körükni qanchalik tutuptu de? 3 gün de artıq tutuptu de demek işte. Bardaşlıq bədi yak tutuptu de. Hold on. Ondan sonra bir mezmunlarını yığınçaqlı etsem. Way to go. Now what? Hold on. Hold on. Now what? Way to go. Way to go diyen yaraysan. Now what? Emni qanday qilmaysiz? Emni qanday qilaman yoki? Hold on. Saqlab turmaq. İkinci ma'nosi qanday? Bardaşlıq vermek. Ching turmaq yoki bardaşlıq vermek. Ondan sonra bir dersimiz müşahidice. Çöl meni nuqtalarini asasini kaçırib qolib bo'lsam bo'ldi. Rahmat.